Epica ishqibozlari uchun juda ham chiroyli mashina oldik, xudo xolasa. Sizlar uchun inshaalloh aksiyaga qo'yib beramiz. Mashinamiz Nexia 3imiz xudo xolasa mana shu Epicaga barter qildik Samarqanddan. Keling tog'a. Mashinalar mo'rey bo'lsin. Assalomu alaykum, yana bir bor. Rahmat sizga. Mana mashinani oldik. 2009-yil Epica'larni olib, mana Nexia 3imiz, yangi Nexia 3imizga barter qilib berdik, xudo xolasa. Bizni qayerdan kuzatasiz? Biz Samarqanddan. Samarqanddan. Viloyati Oqdaryo tumanidan. Mana Epica mashinamizni olib keldik. Yangi Nexia 3 mashina berdingiz. Sizga katta rahmat. Mana almashdik. Barter xizmatidan foydalandilar. Qanaqadir shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'radiganingizdan farq qildimi yo bir xil ekanmi, xudo xolasa? Yolg'on nimadir aralashdimi? Yolg'on yo'q, rost. Mana bir kelganimizdan mana qo'limizga berdi, gaplashdik, hujjatlarni qildik. Bank aralashdimi, aralashmadi? Bank aralashgani yo'q. Bugun soat 10:21, lekin sal kutib qolishdi, bir tur soat vaqt o'tdi. Shu hujjatlarni qilganimizcha, kelishganimizcha, xudo xolasa, bu videoni turga qo'yamiz, xudo xolasa. Kimda kim, inshaalloh Epica'miz mana bugundan sotuvga chiqaramiz, xudo xolasa. Epica so'ragan mijozlarimiz bo'lsa, bemalol NBN dan xarid qilishlari mumkin. Mashinalar mo'rey bo'lsin, yaxshi kunlarga. Rahmat, sizlarga ishlaringga omad. Sog' bo'ling.